Assalomu alaykum, naslli qo'ylar ishqibozlari, yaxshimisizlar? Bu videomiz 2022-yil sovrinlarimiz Qirg'izistondan Qorabolta Nur Chorvadan olib kelinganligi birinchi videosi bo'ladi. Qoraboltadan Nur Chorvadan shu qo'zi sovrinlarni olib kelamiz. Qonlari Bulduzur qonidan Lexus qizi, Titan qonidan Titanning ham qo'chqor, qizlari ikkiga iceberg qizlar bu yerda. Bu yerda hop, 2022-yildan beri shu qo'ylar bilan ishlab, nasl olib, naslni yaxshilab kelyapmiz. Birinchi yilda 3 ta qo'chqor qo'ydik, Sharpe, Shiroki, keyin 80 qonidan. Hozirda ishlab kelayotgan qo'chqorlarimiz esa 80 qonidan, Graf qonidan va Karabel qonidan. Shu sonlar bilan ishlab kelyapmiz. Xudo xolasa shu kanalda bu yog'iga yengillarni ko'rib borasizlar. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.